Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi darajali testlarni ko'rib o'tirmaymiz. Juda oson, ha? O'zlaringiz ko'rasizlar. Ikkini mayli ko'ramiz bugun. Chunki bugun hali yangilar ham bor. Bularni ajratib olsak ko'rmaymiz keyin. Ikkinchi darajalidan ko'ramiz testlarni. Qani? Demak, shu yil 15-iyul kuni tushgan savol. Jism OX o'qida V teng 10 plus 4T qonuniyat bo'yicha harakatlanmoqda. Uning tezlanishi qanchaga teng deyapti? Demak, qaysi tenglamani ko'rdik? Ana, V barobar V0 plus minus AT. Ha? Demak, V0 joyiga nima kelyapti bu yerda? 10 boshlang'ich tezligi necha ekan? 10 ekan. A ni joyida nima kelyapti? 4. Tezlanishi 4 ekan. Tamam, shuni so'rayapti ana. Osonmi? 1 sekundda yetsa bo'ladi. To'g'rimi? Juda oson tushdi shu yil savollar. Qiyin savol bor, lekin soni kam. 30 ta savoldan 5 ta yoki 6 tasi qiyin. Haqiqatan qiyin. O'tirib, ter to'kib yechadigan. Lekin 24 ta yetsa unga kerak emas, u tomonni yechish fizikada. To'g'rimi? Biz yuridikda topshirmaymiz-ku. Fizikada 57 ball olganlar kirdi. 57 olganlar kirdi. Velosipedchi dastlabki 5 sekundda 35 metr yo'l o'tdi, keyingi 15 sekundda 100 metr, oxirgi 5 sekundda 40 metr. Butun yo'ldagi o'rtacha harakat tezligini toping. Demak, o'rtacha tezlik haqida gap ketyapti, ha? Vaqtlar berilgan va yo'llar berilgan. Demak, o'rtacha tezlik degani mana. Yo'llarni nimaga bo'lamiz? Vaqtlarga. Nechta yo'l bor? 3 ta. 3 ta vaqt. Tamam, bo'lamiz. Necha bo'lar ekan? Demak, 7 metr taqsim sekund bo'lar ekan. Ha? Qog'oz chiqaringlar. Endi o'zlaringiz yechasizlar. Chernavik qog'oz bo'lsin yonlaringizda. Endi sizlar ham qarab turinglar, yangilar harakat qilib ko'rasizlar. Sizlar ham. Nimaning grafigi? Tezlik grafigi. Grafikdan foydalanib 3 sekund vaqt momentidagi jismning tezlanishini toping deyapti. 3 sekundda, mana boshlang'ich tezligi nechi? 3. 3 sekunddagi tezligi 12. Tushunaymi? 12. Demak, yozamiz berilganini. Boshlang'ich tezligi bor, 3 sekunddagi tezlik bor, vaqt bor. Shu yerdan hisoblaymiz. 3 metr taqsim sekund kvadrat ekan. Bunaqa javob yo'q ekan. Shu uchun nima deymiz? To'g'ri javob yo'q deymiz. Tushunarlimi? Baxshullayev, tushundingizmi? Yana tezlik grafigi. 2 sekund vaqtdagi jismning tezligini toping. 2 sekunddagi. Ha? 9 mi? Anami? Ha? Ana, 2 sekundda tezlik 9. Tamam. Osonmi? Osongina. Tamam. Vagonning tezlanishi 3 metr taqsim sekund kvadrat. Bu necha kilometr taqsim soat kvadrat? Demak, metrni nimaga aylantiramiz? Kilometrga, sekundni kvadratni soat kvadratga. Qani aylantiringlar qani? 1 metr necha kilometr? Yo'q, 1 metr 1000 kilometrmi? 10 darajasi minus 3. Ha? 10 darajasi minus 3. 1 sekund necha soat? 1 sekund necha soat? Ha? 1 sekund necha soat? Aytaylik, qo'rqmang, xato bo'lsa ham hech kim urishmaysizlar. Necha? 1 taqsim 3600. 1 endi sekund kvadrat bo'lsa-chi? Uni ham kvadrati bo'ladi. Tushundingizmi? Uni ham kvadrati bo'ladi. Ana. Bunday javob bo'lar ekan. Tushunyapsizlarmi? Ha? Tekis tezlanuvchi harakat qilayotgan avtomobilning tezligi 5 sekundda 10 dan 15 metr taqsim sekundgacha oshgan bo'lsa, avtomobilning tezlanish moduli qanday? A barobar V minus V0 taqsim T. Oson-a bular endi? Bulasizlar, oson. Jism tinch holatdan 8 metr taqsim kvadrat tezlanish bilan harakat qilib 5 sekundda qanday yo'l o'tadi? Tinch holat deganda nima nol? V00. V00 bo'lsa AT kvadrat taqsim 2. Tamam. AT kvadrat taqsim 2.
V0 teni olib o'tirmaymiz buni. Avtomobil joyidan qo'zg'aldi degan nima nol? V0 nol. 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan qo'zg'algan bo'lsa, u birinchi 10 sekundda qancha yo'l yuradi? 100 metr yuradi. Xo'sh, nimaning grafiki? Tezlikning emasmi? V tezlik-ku. Ana, tezlikni vaqt bo'yicha o'zgarish grafiki. Yo'q, bu A, B, C D nuqtalarni aytyapti. Rasmda mototsikl harakatining tezlik grafiki berilgan. Mototsiklchi o'tgan yo'l va harakat davomidagi o'rtacha tezlik nimaga teng? Yo'lni qanday topamiz tezlik grafikida? Yuza. Qaysi yuza? O, A, B, C, D yuza. Ana shu yuza yo'lga teng. Tushunaymi? O'rtacha tezlikni qanday topamiz? Yo'lni vaqtga bo'lamiz. Yo'l ekan o'zi, ana aytibdi, ha? Bo'lamiz vaqtga. Qaysi vaqtga? T1gami, T1 + T2 + T3gami? Ana shu yerda xato qildingizlar. Ha? T3 ga bo'lamiz. O'zi hammasi T3 da. Qarang, bu birinchi soat, bu ikkinchi soat, bu 3-soat deyapti. Necha soat yurdi? 3 soat yurdi. T1 + T2 + T3 demaymiz-da. Tushundingizlarmi? Ana shunga ehtiyot bo'linglar. Mana bunday olamiz. Mana bunaqa javob ham bor-da, ana qarang. T1 + T2 + T3 degan javob bor. Ana shunga ehtiyot bo'ling. Yo'q, ana bunday mana. Tushundingizlarmi? Avtomobilning dastlabki tezligi 12 metr taqsim sekund, oxirgisi 2 metr taqsim sekund. Agar tezlanish -2 metr taqsim sekund kvadrat bo'lsa, nima degani minus? Siklanuvchan. Tezlikning bunday o'zgarishi qanday yo'lda amalga oshadi? Demak, tezlik, boshlang'ich tezlik, tezlanish, yo'l. To'rttalasini bog'laydigan formula qani? Ana. Qarang, nima berilyapti? Shunga qaranglar ana. Boshlang'ich tezlik, tezlanish, yo'l shuni bog'layapti. Darrov shuni qidiringlar-da sizlar. Xo'sh. Bunaqa masalalarni o'zlaringiz yechasizlar endi, ha? Ikkinchi darajalarni o'zlaringiz yechasizlar. Faqat mana bu yangi bolalar qiynalishi mumkin. Bular bilan o'z gaplasha olamiz biz. Bu yerda ko'pchilik 1 yil fizikani o'qigan. Shuning uchun ular yechib biladi. Bunga to'xtalib o'tirmaymiz ko'p. Bular oson sizlar uchun. Mana o'tgan yil tushgan savollar bular. Bu ham oson sizlarda. 3-darajadan boshlaymiz, qaranglar. Shu yil 15-iyul kuni tushgan savol. Jismning tezlik tenglamasi berilgan. Nima bu 12? V0. Ha? Tezlanish qancha ekan? -2. Qanaqa harakat bu? Qonuniyat bilan o'zgarmoqda. Uning 3 sekunddan keyingi oniy tezligi qancha? 6. Aniqmi? Ha? Demak, harakat tenglamasi berilgan, tezlik tenglamasi, vaqt bor. Nima qilish kerak? Tezlanishni formulasi bor ana. Asli sizlarda mana bunday berilgan tezlanishini. Delta V taqsim delta T deb berilgan. Abza V minus V0 taqsim T yozganmiz. Mana tenglamani keltirib chiqarganmiz ana sizlar bilan. Mana nima uchun buni yozdim men ekranda qaranglar. Mana bu sizlarda berilmaydi formula. Ana bu formula beriladi, u ham mana bunaqa ko'rinishda beriladi ana. Mana buni sizlar yoddan bilishlaringiz kerak. Shundan, demak, 3 sekunddan keyingi tezlikni topib olsangiz bo'ladi. Sizlar uchun uncha qiyinlik qilmadi, chunki sizlar mana buni yodlagansizlar ana. Qiyin emas, ko'ryapsizlarmi? Juda ko'p oson savollar tushdi shu yil. Yechib bo'ladimi shuni, Ibrohim? Ha? Tushundingizmi qanday yechilganini? Mana 3 sekund desa teni o'rniga 3 qo'ydik. 2 marta 3 6, 12 dan ayiramiz. 6 sekunddan keyin desachi? 0 bo'ladi. Nima degani 0? To'xtat degan, tamom. Seklanuvchi harakat qilib to'xtat degan. 14-iyulda undan 1 kun oldin tushgan savol. 2 sekunddan keyingi oniy tezligini toping.
Keltirib qo'yamiz o'rniga. Tamam. 3 sekund. Oson, ha? O'tgan yil tushgan savol ekan bu. Jism tekis sekinlanuvchan harakat qilib, o'rtacha 36 km/soat necha metr sekund bo'ladi? 10, ha? 3.6 ga bo'lamiz. Tezlik bilan sekinlashmoqda. Agar uning biror vaqtdan keyingi tezligi 2 metr taqsim sekund bo'lsa, boshlang'ich tezligini toping. Bu qaysi tezlik bu? O'rtacha tezlik. Qani o'rtacha tezlikning formulasi? Ha? Ana 7. O'rtacha tezlik teng boshlang'ich plus oxirgisi bo'lingan 2. Tushunaymi? Tamom. Mana shuni keltirib qo'yamiz hali. Qiyin emas, ha? Bu mavzulardan yana aytaman, qiyin savol tushmagan shu yil. Endi balki tushgandir, bolalar yozib chiqqanlarini men sizga beryapman. Men kirib ko'rganim yo'q. Lekin biron kishi shu mavzudan qiyin savol tushdi demabdi. Jism 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanib 100 metr yo'lda tezligini 3 marta oshirdi. Nima degani? Berilganini qanday yozay? Ha. Demak, V0 dan 3 marta katta. 3 ta V0 qo'ysam bo'ladimi shu yerga? 3 ta V0. Uning boshlang'ich tezligini toping. Qaysi tenglama? Shuni yozsam bo'lmaydimi? Bo'ladimi? O, yo'l ham bor-ku. O'sha uchun mana buni olsak bo'ladi. Agar vaqt berilsa edi, bu bilan olar edik. Hozir vaqt yo'q-ku. Mana vaqt sizi. Ha? Demak, mana bu necha V0 kvadrat? Necha V0 kvadrat? Necha V0 kvadrat? 9 V0 kvadrat, ha? 3 ning ham kvadrati. Ayiramiz bittani. 8 V0 kvadrat bo'lingan 2a. Ha? Teng 100 ga. Tamam? O'sha yerdan V0 ni topamiz. Qani? Mana, sizga ham cherni aytib beraylik, harakat qilib ko'rasiz. Osonmi? Qaranglar, testlar bular yangi test emas. Mana o'tgan yil tushgan savol, shu yil tushgan savol. Nima bo'layapti ular? Eski yildagi testlarni olyapti, 97-yildagi testlar ko'proq shu yil olingan. O'sha testni olyapti-da, sonlarni chiroyli qilyapti. Kalkulyatorsiz ishlaydigan qilib. Shunaqa qilib chiqilyapti hozir. Tamom. Juda bir yangilik yo'q. Deyarli hammasi eski testlar. Mana hozir har bitta mavzuda ko'rib ketamiz. Bunaqa testlar hammasi ishlangan mana. Bormi oldin shu testlar ham? Bor. Hammasi o'sha narsa. Faqat shunga e'tibor qaratilyapti hozir. Kalkulyator yo'q-ku bolalarning qo'lida. Kalkulyatorsiz ishlaydigan qilib, mana javoblari chiroyli qilib qo'yilyapti sizlarda. Tushunyapsizlarmi? Aprobatsiya 24-yilda tushgan savol. Demak, 23-savol. 120 metr masofada jismning tezligi 18 metr taqsim sekunddan 6 metr taqsim sekundgacha tekiskamaydi. Bunda qancha vaqt kerak bo'ladi? Demak, masofa, oxirgi tezlik, boshlang'ich tezlik, vaqt. Ha, demak, tezlanishni topib olishimiz kerak. Ha? Tezlanishni topmasak, topa olmaymiz vaqtni. Ha? Nimalar berilganiga qaranglar. Demak, masofa berilgan, boshlang'ich tezlik, oxirgisi berilgan, vaqtni topishimiz kerak. Demak, o'rtacha tezlikni topib olsak ham bo'ladi. To'g'ri? Boshlang'ich tezlik bilan oxirgisi bo'lsa, o'rtachani topsak ham bo'ladimi? Osonroq yo'lida. O'rtachani topib olsak, o'rtacha tezligi 12 ekan. Demak, 12 metr taqsim sekund bilan 120 metrni yurgan bo'lsa qancha ketadi? 18 ketadi. Tamom. Mana bunday qilib topib olsangiz ham osonroq bo'ladi. Siz aytgan yo'l ham bo'ladi. Endi sizlar shunday yo'l tanlanglarki, vaqt kam ketsin. Tushunyapsizlarmi? Tez aytmayapmanmi qizlar? Kimgadir qarab tez ketsam aytinglar, sekinroq aytaman. Agar tinch holatdan nima degani? V0 0 boshlab tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jism 3-sekundda 1000 cm o'tsa,
Qaysi formula yodga keldi? 3-sekund ana. N-sekund, ha? Tinch holat degani-ku V0 yo'q sizlarda. 3-sekundda mana bu demak 3 bo'lganda bu necha ekan? 1000 santimetr. Necha metr bo'ladi? 10 metr. Yo'l o'tsa, harakat boshidan 4 sekund o'tgach qancha yo'l bosadi? Milliy sertifikatda ham shunaqa savollar ko'p tushdi shu yil, ha? Eshitdik sizlar bilan milliy sertifikatda ham. Bu oldingi yilning savoli 24 ta. Xo'sh, nimani topib bilamiz bundan? Tezlanishini topib bilamiz, ha? V0 yo'q. Mana tinch holat dedim, mana buni yozmaysizlar. Nima yozamiz? S barobar A taqsim 2 2t minus 1. Yozing. Mana S barobar A taqsim 2 2t minus 1. Ana endi pastdan yozasiz. S nima ekan? 1000 santimetr sirazi 10 metr mana bu. 10 ekan, ha? Teng A taqsim 2 2 ko'paytirilgan T'imiz nechinchi sekund edi? 3. 3. Ha, T 3 ekan. Minus 1. Tamam. Ana yerda A'ni topish kerak. A'si necha ekan? 4 ekan. Bu A taqsim 2. J yozib ketibmanmi? A'ni topib oldik. Endi tezlanishini bilsak, 4 sekundda qancha yo'l bosadi desa, boshlanish tezligi bo'lsa, ana A kvadrat taqsim 2. A necha ekan? 4 ekan, ko'paytirilgan 4 ning kvadrati bo'lingan 2. Tamam? Tushundingizmi? Ha, Nur Muhammad aytayaptiki, V0 ni qo'shmaymizmi deyapti. Keyingisini ham qo'shmaymiz. Chunki nima uchun qo'shmadik? Undan keyin demadi-ku. O'sha boshidan 4 sekundda qancha yo'l o'tadi dedi. Tushundingizmi? Boshidan degani uchun qo'shmaymiz. Siz aytgan gapda qachon bo'ladi? 3 sekund shunaqa yurdi, endi 3-sekunddan 7-sekundgacha qancha yuradi desa. U endi qiyinroq bo'ladi masala. Unda 3 sekunddan keyingi tezligini topamiz. O'sha tezlik keyin boshlang'ich tezlik bo'ladi, ha? Keyin yechib ketamiz. Ha, aytdim-ku, uni tuzatish kerak, qayta tuzatamiz. Endi hozir vaqt ketmasin dedim-da. Uni tuzataman desam mana bu ozgina vaqtni oladi. Bu A. Buni animatsiyasi ham yo'qolib qoladi. Xo'sh, bu ham o'tgan yil milliy sertifikat savollaridan. Demak, moddiy nuqtani harakat tenglamasi berilgan. X barobar 3t kvadrat minus 4t ko'rinishga ega. U harakatning 4-sekundida qanday masofani o'tadi? Demak, yana n-sekund haqida gap ketyapti, ha? Boshlang'ich tezlik bormi? Qani? Ha? Minus 4. Qarang, t kvadrat bu tomonda bo'lishi kerak, ha? Ana, tenglamani qaranglar. Ana. X0 yo'q. Ha? Mana bu yer minus 4t. Boshlang'ich tezlik necha ekan? Minus 4. A t kvadrat taqsim 2. A necha ekan? 6. 3t kvadrat bo'lgan-ku, 6 qisqarib ketgan, ha? Shundan bildik. Ana. Mana shu tenglamani yozib oldik ana. Shu narsani. Demak, shundan V0 minus 4 ligini bildik. A 6 ekanligini bildik. Bo'ldi. 4-sekundda qanday masofa o'tadi desa, ana. Tamam, keltirib shunga qo'yamiz. Necha bo'lar ekan? Yana J yozib ketibman. Ha? Bu A taqsim. Keyingi mavzumizda shu J bo'ladi-da, o'sha mavzudan kopirovat qilganman formulani, shunday qolib ketgan. Animatsiyasini joyiga qo'yaylik.
Tezlanuvchan-ku. Bu -4 degani faqat tezligining yo'nalishi teskari. Tezlanish minus bo'lsa edi, mana bu -3t kvadrat bo'lsa edi, setlanuvchan bo'lar edi. Ha, V0 -4. Masofa lekin minus bilan chiqmaydi. Masofa o'zi qolaveradi. O'tgan yil tushgan savol yana. Tepki tezlanuvchan harakat qilayotgan jism 4 sekund harakatlanib 40 metr yo'l bosdi va tezligini 3 marta oshirdi. Nima yozib berilganda? Tezligini 3 marta oshirdi. V teng 3V0. Uning boshlang'ich tezligini toping. Demak, V 3V0 ga teng ekan, vaqt 4 sekund, S 40 metr, V0 ni topish kerak. Qani formula? Demak, uni boshlang'ich tezligini toping deyapti. Qarang. Demak, mana bundan A ni topib olamiz. Mana buni o'rniga 3V0 qo'ysak, A si V0 taqsim 2 chiqadimi? A si V0 taqsim 2 chiqdi. Ana endi 8-formulada foydalanamiz ana. A ni keltirib qo'yamiz o'rniga. Mana V0 5 metr taqsim sekund chiqadi. Bo'ladi. Farqi yo'q. O'zi bu formulalar hammasi bir-biridan kelib chiqyapti-ku. Xohlasangiz u yo'ldan keting. Shu uchun sizlar yechib ko'ringlar. Men bu yo'l bilan yechdim. Siz o'rtacha tezlik bilan yeching. Unay oson bo'lsa o'shanda yeching. Kimga qanday qulay? Ha. Bo'ladi. Farqi yo'q. Mashina dastlab 5 minut ichida 36 km/soat tezlik bilan, keyin 5 minut davomida 14 metr taqsim sekund tezlik bilan, so'ngra 10 minutda 70 km/soat tezlik bilan harakatlandi. Mashinaning o'rtacha tezligini toping. Demak, ana formulamiz, ha? Buni nima yozamiz? S1 plus S2 plus S3, buni T1 plus T2 plus T3. Lekin berilganlarni aylantirib olishimiz kerak, ha? 5 minutni nimaga aylantiramiz? Sekundga, ha? Sekundga aylantirib olamiz. 36 km/soatni metr sekundga aylantirib olamiz. Mana. Bularni aylantirib olamiz. Ana endi demak tezliklar va vaqtlar berilgan, yo'llar berilmagan. O'sha uchun S1 ni V1 T1, S2 ni V2 T2, S3 ni V3 T3 qilib yozib chiqamiz. Tamom hisoblaymiz. Necha bo'lar ekan? Kim hisobladi? Ha? 60 61, ha? 16 ekan. Ha, sizlar km/soatda chiqargan o'tgan yilgisini aytyapsizlar. O'tgan yil ham bor edimi masalan, km/soatda edi. Shu uchun javob eslab qolmanglar. Masalan, javobini eslamanglar hech qachon. Chunki nimadir o'zgarishi mumkin, sizlar bilmay qolasizlar. Xo'sh. Moddiy nuqtaning harakat tenglamasi berilgan. Nima ön? X0 ana. Ha? 2 V. Bu 2 nima? Tezlanishmi? Yarmi. A taqsim 2. 2 ga teng. Tezlanish necha ekan? 4. Qanaqa harakat qilyapti? Tezlanuvchan. Moddiy nuqtaning harakat tenglamasi shu ko'rinishda bo'lsa, jism to'xtaguncha qancha yil o'tib bosadi? Nima ish to'xtamaydi? Tezlanuvchan-ku. Sekinlanuvchan bo'lsa, borib to'xtaydi. Demak, bu to'xtamaydi. Shunga ham ko'pchilik xato qilib ketgan. O'tgan yil variantlarni olganimizda. O'sha uchun qaytadan qo'ydim yana. Jism yo'lning birinchi yarmini 9 metr taqsim sekund tezlik bilan, ikkinchisini esa 2 marta kattaroq. Demak, necha? 18 metr taqsim sekund bilan o'tdi. Uning butun yo'ldagi o'rtacha tezlik. Ha, yo'lning yarmi bo'lsa, o'rtacha tezlik ana yo'llar teng bo'lsa 2v1 v2 taqsim v1 plus v2. Tamom? Demak, 9 ko'paytirilgan 18 ko'paytirilgan 2 bo'lingan yana 2 ta 9 plus 18 shunday. Tamom? Qisqaradi. Osongina chiqadi. Demak, mana formulani sizlar bilan chiqardik. Shu uchun tayyor yozamiz. Tushunarlimi? Yetishga hammasini o'zi ulgurishlari shart emas. Hozir faqat tushunib olinglar. Bularni uyda hammasini qaytib yechasizlar to'plamda. Hammasini bitta-bitta. To o'zlaringiz yechib ko'rmasangizlar, tushunmaysizlar. Bu yerda hozir ha deydi hamma. Uyda borib ana shuni yechib ko'rmasangiz, ertaga esingizdan chiqadi. Qanday yechilish.
24-yildagi savollar. Moddiy nuqtaning fazodagi koordinatalarini vaqtga bog'liq ravishda yozish mumkin ekan. X da demak -2 plus 2t. Nima degani -2? x0 2 2 nima? Qaysi yoqda tezlik? X yoqda Vx. Y 2t taqsim 3 plus 4. Nima bu 2 taqsim 3? Y 4 y 0. Ha. Z teng t kvadrat minus 24. Minus 24 nima? Z 0. Ha. Boshlang'ich tezligichi? Yo'q. T kvadrat. A'si nechi? 2. Chunki bu yerda ana t kvadratda nima bor ana? A taqsim 2 bor, ha? Ana. Dastlabki 3 sekund ichidagi ko'chishini toping deyapti. Demak, x dagi ko'chishni topamiz. Bu uchun, ha? U 3 sekundda qayerga boradi? Mana. -2 plus 2 ko'paytirilgan 3. 2 marta 3 6, bu x ketadi, 4 ga keladi. Lekin qancha ko'chadi? 6 metr. Ya'ni o'zi qayerda edi? -2 da edi. Qayerga bordi? 4 ga bordi. Necha metr ko'chdi? 6 metr ko'chdi -2 dan 4 gacha. Y da ham xuddi shunday topamiz. Z da ham topamiz. Demak, x da 6 metrga ko'chdi, y da 2 metrga, z da 9 metrga. O'zi qancha ko'chdi desa, Pifagor qilamiz. Chunki z, x, y hammasi bir-biriga perpendikulyar. Tamom. Ana. Nechi bo'lar ekan? 11 metr bo'ladi. Tushundingizmi? Mototsiklchi 2 soatda 100 km yo'l bosdi. Qanaqa tezligi? Necha tezlik bilan yuryapti? 50 km soat tezlik bilan yuryapti. Qolgan 3 soatda esa 50 km soat tezlik bilan yurdi. O'zi ham 50 edi-yu. Yana 50 bilan yuribdi. O'rtacha tezlik necha bo'ladi? Tamam, o'zi faqat 50 bilan yuribdi. Endi asli yechaman desangiz, mana yozib chiqasiz o'rtacha tezlikni. Demak, S1 plus S2, T1 plus T2. Faqat S2miz yo'q, S2 ni V2, T2 deymiz. Keltirib o'rniga qo'yamiz. Ana shu yerdan topamiz, o'rtacha tezligimiz baribir 50 chiqadi. Tushunarlimi? Guliston-Ohangaron avtomobil yo'lining uzunligi 120 km. Ohangarondan yo'lga chiqqan avtomobil yo'lning birinchi yarmini 1 soatda, qolgan qismini 4 dan 3 soatda bosib o'tdi. Qolgan qismi qancha? Yana yarmida. Yo'lning yarmi bo'lsa, o'rtacha tezlik qanday bo'ladi? 2v1 v2 taqsim v1 plus v2. Yo'lning ikkinchi qismidagi o'rtacha tezlik dastlabki qismidagi o'rtacha tezlikdan qanchaga farq qiladi? Demak, bizga bu o'rtacha tezlik so'ramayapti. Yo'lni birinchi qismida ham tezlik bor, ha? Ikkinchi qismida ham tezlik bor. Shularning farqini so'rayapti. Tushundingizmi? Yoki oddiygina aytsa, yo'lni birinchi qismidagi tezlik ikkinchi qismidagi tezlikdan qanchaga farq qiladi deyapti. Tushundingizmi? Demak, birinchi qismi necha kilometr o'zi? 60, ikkinchi qismi ham 60. Birinchi qismini 1 soatda o'tgan bo'lsa, tezligi nechi? 60. Ikkinchi qismini 4 dan 3 soatda o'tgan bo'lsa, tezligi 80. Demak, ikkinchi qismda birinchi qismdan ko'ra 20 km/soatga tezlik katta deysiz, tamom. Tushundingizmi? Bemalol mana og'zaki hisoblasangizda bo'ladi. Ikkita tezlikni yozasiz, farqini topamiz. Tushunarlimi? Xo'sh, keyingisi raketa eltuvchi, raketani fazoga olib chiqadigan bor, bilasizlar? O'sha sun'iy yo'ldoshni 7 minutda orbitaga olib chiqqanidan so'ng uning tezligi 8 km/sekund ekanligini xabarini berdi. Yo'ldosh aylanishni boshlaganda boshlang'ich tezligi 0.3 km/sekund bo'lgan bo'lsa, uning o'rtacha tezlanishini toping. Nimalar berilgan? Boshlang'ich tezligi qancha ekan?
boshlang'ich tezligi 0,3 kilometr taqsim sekund. Birinchi bunisini berib qo'yapti sizlarni chalg'itish uchun. Chiqqanidan keyin 8 kilometr sekund bo'ldi deyapti. Tushundingizmi? Demak, boshidan necha bo'lgan? 0,3. Faqat e'tibor beringlar, kilometr sekunda. Demak, necha metr sekund? 300 aylanishni boshlashda 300 bo'lgan. Ana shu boshlang'ich tezlik. Keyin tepada qancha bo'lgan 7 minutdan keyin? 8000 metr taqsim sekund. Qancha vaqt o'tgan? 7 minut. Tamom, tezlanishini toping. Nimaga o'rtacha tezlanish degan? Demak, tekis bo'lmagan tezlanuvchi, lekin sizlar shu tekis tezlanuvchilarga yechaveringlar. Tamom. Demak, boshlang'ich tezlik bor, oxirgisi bor, vaqt bor. Hisoblaymiz. Ibrohim. Qaysi formula ekan? Formula qaysi ekan? Ana shu A ni topish kerak. A tezlanish. V si necha ekan? V tezligi. Hozir aytdim-ku ana. 8000 bu kilo degani 1000. 8000. Bunisi 300 ana 0,3. Bo'lingan 7 minutni nimaga aylantiramiz? 7 minutni. Minutni nimaga aylantiramiz? Qaysi birida ishlaymiz vaqtga? Sekundda 7 minut necha sekund bo'ladi? 1 minut necha sekund? Xo'sh, 7 minutchi. Ko'paytiring, tamom. Yozing. Qarang, tezroq harakat qiling. Bitta orqaga qolyapsiz. Qiyinmi? Fizika, ha? Hozir kuzatib turing. Necha ekan? 55 taqsim 3, ha? Metr taqsim sekund kvadrat degani. Ya'ni har sekundda tezligini 55 taqsim 3 metr taqsim sekundga nima qilgan? Oshirib borgan degani. Tushunyapsizlarmi? Zuhriddin, tushunyapsiz? Sayyoralar aro kosmik stansiya 12 kilometr sekund tezlik, boshlang'ich tezlik bilan harakatni boshlab, million kilometr uchgandan so'ng gravitatsiya ta'sirida tezligi 3 kilometr sekundgacha pasaydi. Planetalarning orasida uchib yuradigan kosmik stansiyalar ba'zan tezlashadi, ba'zan sekinlashadi. Demak, bu qanaqa harakat qilyapti? Sekinlanuvchi. Ha? Tekisda bo'laveringlar sizlar. Sizlarda notekis tezlanuvchan berilmaydi. Harakatni tekis sekinlanuvchan deb o'lib, ana o'zi ham aytayapti. Tezlanish toping. Qaysi formula Zuhriddin? Tezlanish. Ana, tezlanish. Bo'ladimi shu? V bor, V0 bor, T bor. Ha? Tushunaymi? T yo'qmi? Ha, yo'q, kilometr ekan, ha, masofa bor ekan, T yo'q ekan. Demak, masofaligini olamiz. Mana masofa bor, mana bular bor, tezlanish topish kerak. 8 bo'lar ekan bizda, ha? Minuslar bor, plus bor, ehtiyot bo'linglar. Ahmadbek chiqmadimi? Ne chiqdi? Yechib ko'ring-da, yechib. Ha. Davay, qaramang, qo'ying formulaga. Harakat qilinglar, keyingi masalani ochgunimcha harakat qilinglar yechishga. Ha, nimani tushunmadingiz? Qo'ying, nimasini ko'ryapsiz? Ana, bitta tezligi 12 kilometr sekund, bittasi 3 kilometr sekund. Kilometrni faqat nimaga aylantirasiz? Metr. Nimani qiynalyapsiz? Mana tezligi necha bo'lgan? Oxirida 3 kilometr sekund bo'lgan. 3000 metr sekund bo'ladi. 3000 ning kvadrati. Necha bo'ladi 3000 kvadrati? 9 million. 9 ning darajasi 6 minus 12 mingning kvadrati. 144 ning darajasi 6 yana. Ha? Bo'lingan 2a. Tushunaymi? Bo'lingan 2a. S, ha, 2a qo'ying. S ga necha qo'yamiz ana bunga?
million kilometr. Kilometr. Necha metr bo'ladi? Ön darajasi? Nechi? 6. Millionni o'zi 6 ku, kilosichi. Ön darajasi 9. Demak, ana shuni o'zi ön darajasi 9 ga teng. Ana shuni. Ana shidan a'ni topish kerak endi. Tezroqda qizlar. Men kelmasam yechmaysizlarmi? Zuhriddin chiqdimi? Tushundingizmi? Bo'ldimi ustoz? Ha? Nur Muhammad. Endi bera hisoblaysizda, unaqa kasrli qo'yilmagan. Ha? Nima bo'ldi? Keyingi masala degunimcha yechaveringlar. Mana kimdir oldi yechib bo'ladi, kimdir orqa qoladi. Bir xillar yechmayapti. Kimdir barvaqt aytadi-ku, men yecha olmadim, qo'yapti. Uni emas. Keyingi masala kelguncha yechib berish kerak. Mayli, yarmisigacha boringlar. Boshlang'ich tezlik berilgan, oxirgisi berilgan, masofa berilgan, tezlanishni topish kerak. Demak, 8-formulani yozib oldik. Shu yerdan tezlanishni topamiz. Minus, ön darajasi pastga tushib ketibdi. Ön darajasi ham bor uni. Kimlarda chiqdi dey javob? Xo'sh, keyingi savol, nimaning grafiki? Tezlikning grafiki. 20 sekund qanaqa harakat qilgan? 20 dan 40 gacha? 40 dan keyin? Endi savol. Grafikda to'g'ri chiziqlar harakatlanayotgan jism tezligining o'zgarishi tasvirlangan. Grafikning BC qismida jism bosib o'tgan masofani toping. Tezlik grafikida masofani qanday topamiz? Yuzani topamiz. Toping BC qismdagi yuzani. BC qism degani ana shu 4 burchak bilan shu 3 burchakchani yuzasida, ha? 4 burchakchani bu tomoni nechi? 40 dan 55 gacha. 15, bu tomoni 20 gacha. Nechi bo'ldi? Yo'q, mana bu tomoni nechi? 20, bu tomoni 15. 300 ekan buni kvadrati. Endi mana bu 3 burchakchani kvadrati. Buni bitta katakchasi nechi? 5, bu tomoni 15. Taqsim 2. Nechi bo'ldi? Hammasi 337 yarim bo'lar ekan. Tushundingizmi? Jism tezligining vaqtga bog'lanish grafikidan foydalanib 8 sekund vaqt davomida jismning bosib o'tgan yo'li qanday bo'lganligini toping. Yana yuzani topamizmi? Ha? Demak, mana 4 sekundgacha qarang, 4 sekundgacha bu tomon nechi? 4, bu tomoni ham 4. Demak, buni yuzasi 8. Katetlar ko'paytmasdan yarim. 4 sekunddan keyin 8 sekundgacha. Yana bu tomoni 4, bu tomoni ham -4, ha? -4. Minusni inobatga olamizmi yo'qmi? Nima uchun? Yo'l qanaqa kattalik? Skala kattalik. Unda ishorani farqi yo'q. Demak, ana shu ikkita yuzachani topamiz. Tamam? Ha. Ko'chish bo'lsa 0 bo'lar edi. Mana bu S2.
Jismning ko'chishi qanday deyapti endi? 0 ha? Chunki tepadagi yuza bilan pastdagi yuza bir xil. Ko'chishdan ana ishorani inobatga olamiz. Pastdagisi -8 bo'ladi, yuqori +8. Demak, 0 bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'sh, yana tezlik grafiki, ha? Rasmda jism tezligining vaqtga bog'lanish grafiki keltirilgan. Jismning 3 va 8 sekund vaqt oralig'ida bosib o'tgan yo'lini toping. 3-sekund. Qani? Ana 1 2 3. Ana shu yerdan boshlab ana bu yergacha. Endi sizlarda qog'ozda bo'lsa osonroq edi, ha? Mayli, ana yuzachani belgilarini qaranglar. E'tibor beringlar. Tezlikni bitta katagi nechi? 0.5. Ana ikkitasi bir-ku. Demak, bu yergacha nechi? 1.5. Vaqt o'qini bitta katagi nechi? 1 sekund. Demak, pastdagi katet 3. Demak, 1.5 ko'paytirilgan 3 bo'lingan 2. Endi mana bu uchburchakcha. Bu tomoni 2 sekund, bu tomoni 1 bo'lingan 2. Endi bo'lim mana shu yergachami o'zi? O'zi shu yergacha ekan. Tamom? 8 gacha. Necha ekan? 3.5 metr yo'l o'tgan 3-sekunddan 8-gacha. Tushunarlimi? Ko'chishini toping. 3 bilan 8. Demak, endi ishorani inobatga olamiz, ha? Pastdagi yuzada minus bor. Demak, ko'chish desa, minusni inobatga olamiz. Tamom. Shahribonni tushundingizlarmi? Ko'chish bilan yo'lning farqi nima ekan? Ko'chishda ishorani inobatga olasizlar, vektor-ku. O'sha uchun e'tibor beringlar. Ko'chishni top deyaptimi, yo'lni top deyaptimi? Yana tezlik grafigi. 0.5 sekund orasidagi moddiy nuqtani yo'lini toping. Qanday topamiz? Yana yuzani hisoblaymiz. Oy, javob chiqib qoldi buni. Nimagadir? Nima uchun buni javobi oldindan chiqib qoldi? Ana shu yergacha 5 sekund, ha? Mana buni hisoblaymiz. Bu tomoni 4, bu tomoni 12, yarmini olamiz, ha? To'g'ri burchak, 3 burchakda. Va mana bu tomonni olamiz, 4 dan 5 gacha 1, tepasi 12. Demak, necha bo'lar ekan? 36 bo'lar ekan. Yana tezlik grafigi. Endi aytyapti. Jism tezligining vaqtga bog'lanish grafikidan foydalanib 26 sekund, teng 26 sekund paytdagi tezlanishini toping. 26 ko'rinmaydi, qanday topamiz uni? 20-sekunddan 30-sekundgacha qanaqa harakat qilyapti bu? Tekis sekinlanuvchan. Endi 21-sekund deydimi, ha? 22 deydimi, 26 deydimi, 29 deydimi, to mana 30 gacha bir xil. Ana shu oradagi tezlanishni topishimiz kerak. Xo'sh, 20-sekunddan 30-sekundgacha necha sekund yurgan? 10 sekund. Boshlang'ich tezlik nechi? 15. Oxirgi tezlik -10. Tamam. Tezlanishni topib olamiz. Mana shu minus chiqib tezlanish sekinlanuvchan bo'lganligi uchun. Ruslan, tushundingizmi? Vaqtning 0.6 sekund intervalida moddiy nuqta qanday yo'l bosadi? Yana shunaqa. Hozir eshitdim mana. Yana shuni topamiz. Bo'ldi, bularni yechib o'tirmaylik. Bunaqa ko'p ekan. Mana buni yechaylik. Avtomobilning birinchi daraxtga nisbatan harakat tenglamasi berilgan. Ya'ni nima degani birinchi daraxtga nisbatan degani?
Sanoq jismi birinchi daraxt. Qo'zg'almasa? 9 nima? Demak, avtomobil birinchi daraxtdan necha metr uzoqda ekan? 9 metr. Birinchi daraxtga nisbatan tezligi necha ekan? 3. Tezlanishi 2. Chunki a t kvadrat taqsim 2 ku, ha? Agar daraxtlar orasidagi masofa 22 metr bo'lsa, demak birinchi daraxtdan 2 gacha 22 metr bo'lsa, demak mashinadan 2 gacha necha metr? Nechi? Ana bu yer 9 metr, bu tomoni yana 13 metr. Uning ikkinchi daraxtga nisbatan harakat tenglamasini yozing. 13 menda minus 13 bo'ladi bu. Ana shunga qaranglar-da. Mana demak, birinchisini yozib oldik ana. Siz demak, bu plus bo'lsa bunga nisbatan minus bo'ladi-da, to'g'ri? Tezligi 3. Nima uchun? O'sha paytda o'zgarmayapti. Tezlanishi ham o'sha. Tamam. Tushundingizmi? Yana tezlik grafigi. Ikkita elektromobil bir yo'nalishda t barobar 0 vaqt momentida yo'lga chiqdilar. Ularning uchrashish vaqtini toping. Xo'sh, tenglashtiring. E'tibor beringlar, vaqt minutda berilgan, bizda sekundda so'rayapti. Ha? Qachon uchrashgan bo'ladi? Ha? 6-minutda necha sekund bo'ladi? 360. To'g'rimi? Shumi javob? Nur Muhammad 360 mi? Ha? 360 mi? Demak, ikkalasini harakat tenglamasini yozamiz. Qaranglar. Bittasi tekis harakat qilyapti. Tezligi nechi? 20 metr taqsim sekund. T vaqt harakat qilgan. Ikkinchisi tezlanuvchi harakat qilyapti, ha? U ham T vaqt harakat qilgan. Chunki 0 paytdan boshladi, bitta paytda borib nima qiladi bular? Uchrashadi. Demak, ikkinchisini tezlanishini topib olsak bo'ladi. To'g'rimi? Tezlanishini. Mana boshida tezlanishi 0, ha? Tushunaymi? Oxirida nechi bo'lgan? 20. Ana. 20. Tezlanish qachon teng bo'lgan ana? 6 minutda bular nimasi tenglashgan? Tezligi tenglashgan. 20 bo'lgan. 6 minutdan keyin uning tezligi ham 20 bo'lgan. Demak, tezlanishi 1 taqsim 18. To'g'rimi? Ana endi ular uchrashadi degan nima bir xil bo'lishi kerak? Koordinatasi bir xil bo'lishi kerak. Koordinatasini tenglashtiramiz. Ular 720 sekunddan keyin uchrashar ekan. Sizlar xatolaringiz buni deb o'yladingizlar. Sizlar bularni bu yerda uchrashadi deb o'yladingizlar. Yo'q, bular uchrashmayapti. Bu koordinata grafiki emas-ku bu. Bu tezlik grafiki. Bu yerda nima bo'layapti? Tezliklari tenglashyapti. 6 minutdan keyin ularning tezliklari tenglashgan. Tushundingizmi? Tezligi tenglashgan. Ular bir joyga bormagan. Agar bu grafik koordinata grafiki bo'lsa edi, mana bunday. Bu tomonda vaqt, mana bu tomonda koordinata bo'lib, ana bunday bo'lsa edi, ana bu yerda uchrashdi desangizlar bo'lar edi sizlar. Unaqa emas-da bu. Tushundingizlarmi? Shu uchun doim aytaman, grafik berilganda Baxshullayev, u nimaning grafiki ekanini bilish kerak. Darsga kirishdan oldin bitta kofe ichib kiring, achchiqqina qilib, shakarsiz. Shuna uyquzni qochiradi. Ha? Hozir ana mudraysiz-ku, o'sha qulog'ingizga gap kirmaydi keyin. Kirsa ham urushdan chiqib ketadi. Vaqtni yo'qotasizlar. Tushundingizlarmi grafikni? 90% kishi xato qiladi bu grafikda. Osongina tuyuladi. Qaraysiz tezda. Nega xato qilasiz? Tushundingizlarmi grafikni? Nimaning grafiki? Tezlik. Shuning uchun birinchi qaranglar, nimaning grafiki? Jism tezligining vaqtga bog'lanish grafikidan foydalanib, harakatning nechanchi sekundda
uning tezlanishi modul jihatdan eng katta bo'lganini aniqlang. Endi tezlanish katta bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Kam vaqtda tezlikni o'zgarishi katta bo'lishi kerak. Demak, u tikroq bo'lishi kerakmi, pastroqmi? Tikroq bo'lishi kerak, tamom. Toping shunaqa yo'l. Agar juda bo'lmasa hisoblab ko'ringlar. Menda o'zi ko'rinib turibdi ana. 4-sekund degani qaysi? Baxshullayev, 4-sekund degani nechadan nechagacha? 3 dan 4 gacha. Tushundingizmi? 1-sekund degani 0 dan 1 gacha. 4-sekundda titroq. Tezlanishi qancha desam top bilasizlarmi hozir? Ha. Qancha o'zi tezlanish 4-sekundda? 4-sekundda vaqt qancha? 4-sekundda vaqtga necha qo'yamiz? 1. Boshlang'ich tezlik. Oxirgi tezlik 0. Tezlanishi -3. Ehtiyot bo'linglar. Nimaning grafiki? Tezlikning grafiki. Rasmdagi grafikdan foydalanib, x o'qi bo'ylab harakat qilayotgan jismning 2 sekunddagi ko'chishi va yo'lini toping. 2 sekunddagi ko'chishi. Ko'chishi va yo'li. Tezlik grafikda yo'l qanday topiladi? Yuza. Ko'chishi? Ko'chish qanday topiladi? Ishoraga qaraymiz. Ha? Ishoraga qaraymiz. Mana L ni hisoblaymiz. Yo'l oson bizada. Shuning uchun birinchi yo'lni topib qo'ydim. Yo'l, yuza, tamom. Mana bu yuza, bu yuza. Hozir topdik-ku bunga o'xshagan. Ko'chish nima bo'ladi endi? Ishoraga qaraymiz. Ha? Nima uchun bu tomonga olmadik? 2 sekundda dedi. 2 sekundda dedi. Demak, jism x o'qi bo'ylab harakat qilyapti, ha? X barobar -5 plus t kvadrat. Nima bu -5? Boshlang'ich koordinata. Tezlanishi nechi? 2. Boshlang'ich tezligi 0. Qonuniyatga binoan harakat qiladi. U dastlabki 5 sekundda necha metr yo'l yuradi? Demak, t ga necha qo'yamiz? 5 qo'yamiz, ha? T ga 5 qo'yamiz. Demak, 2 sekund, 5 sekunddan keyin qayerga borar ekan u? 20 metrga. Shumi? Shuni, ha? U 5 sekunddan keyin qayerda bo'ladi demayapti. Nima dedi? U 5 sekundda necha metr yuradi dedi. U qayerda edi u? -5 da edi. Qayerga keldi? 20 ga necha metr yurdi? 25. Ehtiyot bo'linglar. Qaranglar, 20 ham javob bor, yana A javobiga qo'yilgan, ha? Ehtiyot bo'lish kerak. Nimaning grafiki? Tezlik. Qanaqa harakat? Seklanuvchan. Boshlang'ich tezligi 4. Qachon boshlagan seklanuvchan harakatdan? 2-sekundda boshlagan. 6-sekundga kelib tezlik necha bo'lib qolgan? 2 bo'lib qolgan. Ha? Demak, tezlanishning tezlik yo'nalishiga proyeksiyasini aniqlang. Toping. Demak, necha sekund harakat qilgan? 4 sekund harakat qilgan. Boshlang'ich tezligi bor, oxirgisi bor. Topamiz proyeksiyasini. 0.5 desak ham bo'ladimi? Yo'q. Bu seklanuvchan. Xo'sh, tekstlikda moddiy nuqta koordinatasining vaqtga bog'lanishi berilgan. X barobar AT plus B, Y barobar CT plus D. Qonun bo'yicha o'zgaradi. A, B, C, D lar bular o'zgaruvchilar, nol emas. Moddiy nuqta trayektoriya tenglamasi qanday bo'ladi? Nima qilamiz endi? Bittasidan tengni topib, ikkinchisiga yetib qo'yamiz. Qani topinglar qani? Bittasidan tengni topib, ikkinchisiga keltirib qo'yinglar qani? Qanday bo'ladi? Bittasidan tengni topasizlar, ikkinchisiga keltirib qo'yasizlar. Matematika o'qigansiz, ha? Mana ikkita tenglama. Yozib oling. X barobar AT plus B tezroq. Y barobar CT plus D. Bittasidan tengni topib, ikkinchisiga keltirib qo'ying qani?
Keyin o'shanda y topasiz. X'dan teng topib unga aytib qo'ying. Tushundingizmi Ibrohim? Ha, Ruslan, tengni topib bunga keltirib qo'ying. Ha, nima bo'ldi? Shundan teng topolmaysizmi? Ha? Tengni. Ana shu tenglardan tengni topsak qanday bo'ladi? Siz ana bu teng deyishingiz bo'lmasin, buni x deb yozib ketaveringlar ana. Bu y. Ana shuncha qiynalyapsizlar. To'g'rimi? Endi topib bilasizmi? Toping qanday? Ana hozir ko'pchiligi qiynalayotgani ana bu tengcha. Bunga ishlaringiz bo'lmasin. Bu x ning tengga bog'liqligi deyapti. X teng at plus b deb yozavering buni. Buni y teng ct plus d deb yozaveringlar. Matematikada yozmaganmisiz shunaqa? Nima bo'ldi? Chiqdimi? Qani bundan teng topganingiz qani? Yo'q-da, y bilan beryapti-ku. O'sha uchun x dan topib y keltirib qo'yish kerak-da. Qani? Topganingiz birinchisidan teng topdingizmi? Qani? Nima uchun bu yerda? AT birchi x yo'q, xato topdingiz-da. Xato topdingiz. Ana bu t'ni yozib o'tirmang. Tamom, bu x, bu y. U t'ga bog'liqligi deyapti, tamom. Ana. X barobar AT plus b dan t'ni topish kerak ana. Bu tomonga o'tadimi? X minus b bo'lingan a da ana. Matematikaga borganlar o'qituvchisi. Tushundingizmi? Ana e'tib bunga qo'yasiz. Ana hammani chalg'itayotgan narsa ana bu tengcha. Qarang nima degani bu? Bu x ning t bo'yicha o'zgarishi. Bu y ning t bo'yicha o'zgarishi. Yozmanglar hay bu tengchani. Yo'q bu. Ana shu t'ni o'zini topasiz deyapman, tamom. Nima uchun yozmaysizlarmi shunaqa matematikada? Tamam, t'ni topasiz. Bundan ham t'ni top tenglashtirsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Tushundingizmi? Eltib qo'ysangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Qani bunisini qilinglar qani endi. Tez. Tushundingizmi? Tushungan bo'lsangiz uni bajaringlar qani. Tezroq. B D ha? C. Mayli, ko'ramiz. Kimdadir D chiqyapti, kimdadir C chiqyapti. Sizda nima chiqdi? Qaysi? Ha. Nima chiqdi? Nimaga qiynaldingizlar? Xuddi hozirgi ishimiz-ku ana. C javobiga D emas. Nimagadir xato qildingizlar. Endi qaranglar. Ikkita jismning harakat tenglamalari berilgan. Bittasi x1 60 minus 15 te, x2 10 plus 8 te. Ularning bir-biriga nisbatan tezligi qanday deyapti? Necha? 23. To'g'rimi shuni, Aminjon? Birinchi jism qayoqqa ketyapti? Amin.
Birinchi jism sekinlashyaptimi? Ha? Birinchi jism qayoqqa ketyapti? Mana qaranglar. Mana bu x qani. Birinchi jism qayoqqa ketyapti? Ana birinchi jism tenglamasini yozamiz, qarang. x1 barobar 60 minus 15t. O'tgan darsimizda harakat tenglamasini yozdik-a, tekis harakatda. Nima edi? X barobar x0 plus va xt. Qayerda ekan birinchi jism? 60-metrda, ha? Masalan, mana bu yer 0 bo'lsa, mana bu yer x0 necha ekan? 60 ekan. Qayoqqa ketyapti? Qayerdan bildik? Minus degani qayoqqa ketyapti degani? Mana bu tomonga, v1 bu tomonga ekan. Necha? 15 metr taqsim sekund. Har sekunda 15 metr kelyapti. 4 sekunddan keyin qayerga keladi? 0 ga keladi. Endi ikkinchi jismni yozib olamiz. x2 barobar 10 plus 8t. Qayerda ekan ikkinchi jism? 10-metrda. Ana bu yerda. x0 ikkinchisi. Qayoqqa ketyapti? Plusga qarab ketyapti. v2 barobar 8 metr taqsim sekund. Bir-biriga 1 sekundda necha metr yaqinlashyapti bular? 23 metr. Demak, nisbiy tezlik necha bo'ladi? 23 qo'shamiz. Mana 1 sekundda bu 15 metr keladi, bu 8 metr yuradi. Demak, bir-biriga 23 metr yaqinlashdi. Tushundingizlarmi? Xo'sh, bunisini topinglar. Nisbiy tezligi. Qayoqqa ketyapti bular? Qayoqqa? Yo'qqa. Idrik. Tepaga qarab ketyapti. Bittasi 10 metr, 10 metr yuradi, bittasi 16 metr. Demak, bir-biriga 6 metr yaqinlashadi. Qayoqqa ketyapti bular? Birinchisi qayoqqa ketyapti? Pastga ketyapti. Minus 16 degani qayoqqa ketyapti? Pastga. Ikkinchisi bu tomonga. Nisbiy tezlik qanday topiladi? Pifagor. X bilan y Pifagor. Tamam. 16 bilan 12. Yigirma bo'ladi. Tushundingizlar? Hech qiyin joyi yo'q. Ko'p qavatli, bunda ham o'tganlar yechganimiz bor edi. Ko'p qavatli bino ichida lift harakat qilmoqda. Binoning 4-qavatidan 11-qavatiga lift 40 sekund vaqt davomida ko'tarildi. Agar binoning har bir qavatining o'rtacha balandligi 3 metrga teng bo'lsa, bino liftining o'rtacha tezligi qanday? Hammaga mana shu yerda. Necha metr yurgan u? 4-qavatdan 11-qavatga chiqqan, har qavat 3 metr. Necha bo'ladi? 4 dan 11 gacha. Necha metr? 20? 1. Tushunaymi? Tamam. Bo'lasiz? 40 sekunda. Tamam, 21 taqsim 4-qavat 6 metr. 4-qavat 6 metrmi? Nima deganingiz bu? Yaxshi savol beryapti. 4-qavatni qayerdasiz? Siz 4-qavatdamisiz? Necha metr balandaman yerdan? 4-qavatdaman. 9 metr. 3 qavat ustdaman-da. Tushundingizmi? hozir 2-qavatdaman. Necha metr balandaman? 6 metrmi? Yo'q, 3 metr tashqariga qarang. Bitta qavat bor tagimda. Mana 2-qavatdaman degani bitta qavat bor. 2-qavat tomida emasman-ku. U 3-qavat bo'lib ketadi. Qaranglar, sizdan qanaqa oddiy narsalarni chalg'itadilar. Qiyin narsada emas. Oddiy narsada sizlarni chalg'itadilar.
keyin mana soatni ham tuzatib qo'yayliklar orqa qolgan bo'ladi, yetadi shu yerga.